4-farzandim mana shu Rizzaqulova Jasmina tug'ma yurak parrogi bilan tug'ilgan. Juda og'ir turlari deb aytishgan. Mablag' topa olmaganimizlik tufayli boshqa klinikalarga borib ko'rdik. U yerdan ishimiz bitmay, shu xafa holatda qaytayotganimizda yo'ldan bir taksi bizga Murabror Usmonov nomli xayriya fondini tavsiya qildilar. Bizga necha moddiy yordam kerak edi. Fond tomonidan bizga yordam berdilar. Kattakon rahmat. Biz Murabror Usmonov nomidagi xalqaro fondga murojaat bilan chiqdik. Ular bizga katta yordam berishdi. Bunda yurak nuqsoni bilan tug'ilganligi aniqlandi. Operatsiya o'tkazilgandan keyin tuzalib ketish mumkinligini aytishdi. Operatsiya qilinishi uchun mablag' izladim. Shu telegramlarga kirdim, internet tarmoqlarida. Murabror Usmonov nomidagi fond bor ekan. Borib uchrashib, ularga hujjatlarni taqdim qildi. Ko'rib chiqilib, mana shu operatsiya xarajatlari bir kunda mablag' hal bo'ldi. Homiylik to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi qo'shimcha va o'zgartirishlarga asosan 2025-yil 23-noyabrdan xayriya yig'ish qoidalari yangilandi. Yangi tartibga muvofiq xayriya faqat rasmiy tashkilotlar yoki bank hisob raqamlari orqali qabul qilinishi, naqd pul esa faqat shaffof va plombalangan xayriya qutilari orqali yig'ilishi belgilangan. Jismoniy shaxslar xayriyani faqat o'zlari yoki yaqin qarindoshlari manfaati uchun yig'ishi mumkin bo'ladi. Qoidalarga amal qilinmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik belgilangan. Yangilangan tartibning maqsadi xayriya jarayonlarining to'liq ochiqligi va ishonchligini ta'minlashdir. Agar ezgu ishga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz va xayriya qilishni istasangiz, pul mablag'ingizni Murabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondiga quyidagi onlayn to'lov tizimi ilovalari orqali yuborishingiz mumkin.